Tanishing, bu dunyodagi eng sabrli baliq. Uning nomi oy baliq. Yana odamlar uni hazil tariqasida dengiz chiqindisi deb atashadi. Nimaga deysizmi? Qarang, agar uni qorni ochib qolsa, u ov qilish uchun strategiya tuzish bilan hatto boshini ham og'ritib o'tirmaydi. Shunchaki og'zini ochiladi va toki shaxsan o'ljani o'zi og'ziga kirmagunigacha soatiga atigi 3 kilometr tezlikda oqim bo'ylab suzib ketadi. Uning miyasi naqd 1 grammni tashkil etadi va u stressga o'ta ta'sirchan. Oldidan toshbaqa shunchaki o'tib ketayotib, bilmasdan uni turtib yuborsa, oy balig'i joyida stressdan nobud bo'ladi. To'lqin ursa tugadi. Kerak bo'lsa boshqa nobud bo'lgan oy balig'ini ko'rib qolsa ham, uning uchun yakun bo'ladi. Uning harakati shunchalik cheklanganidan u hech qanday manyovr bajara olmaydi. Uning katta hajmi esa yirtqichlarning e'tiborini o'ziga tortadi. Baxtiga uning go'shti shunchalik yoqimsiz ta'mga egaki, uni bir marta tatib ko'rgan har qanday yirtqich darrov fikridan qaytadi. Aynan shuning uchun gohida odamlar uni yarimchali holatda topishadi. Baliqga esa butunlay farqi yo'q, chunki u og'riqni his qilmaydi. Bu baliq turi nega hali ham yo'q bo'lib ketmagan deb so'raysizmi? Javobi juda oddiy. Urg'ochi oy baliq 300 milliontagacha tuxum qo'ya oladi. Aynan shuning uchun bularning nasli tugamaydi. Bu baliqlarni tutishdan maqsad esa baliq yog'i, kollagen va hokazo. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentingizni ayamasligingizni so'rab qolaman. Bundanda qiziqroq videolarni o'tkazib yormaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.